Assalomu alaykum. Urdu Xim texnologiya Roseterdan gapiramiz. 4 qavatli yangi binoni 2-qavatida Euroremont katta bir 73 kvadrat metr qaradan sotib chiqqan. Xudo xolasa bu yerda bilasiz, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Bircha sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Azizlar, shuni xonadonga kirib kelishimiz bilan katta shuni bir prixojniy zonalari, bu yoqda kuxniy, ve ilgili rakina tochkalari, oboylari, eshiklari hamma narsaga e'tibor berasizlar, dit bilan ishlangan. Bir narsani aytib o'tishdan chiqibdi. Xonadonimiz 2 balkondan iborat. Bu yoqda kuxnidan ko'rishingiz mumkin. Balkoni bor, bir dona, bu yoqda zal joyimizdan oddiy bir balkoni bor. Zalimiz ham kichkina emas, katta qilib dit bilan yasalgan. Xudo xolasa bu yerda televizorlar, ko'rib turganlaringizdek konditsionerlar, hamma narsa shu xonadonimizdagi nov narsa bo'lsa, shu video zapisimizda hamma narsa shu o'rinda qoladi. Bundan gelişmedi. Yok, bundan gelish. Pomidor remonti zo'r narsa, mestasi zo'r narsa, tochkasi. Bo'ldi gap. Kvadratlari, bu kvadrat ajoyib. Joyimizning narxini keladigan bo'lsak, hamma tutgan eng qiziq yeri 42.900 dirham. Xudo xolasa konkret oladigan odam bo'lsa 4 so'm 5 so'm kelishidan yeri bodadilar. Bizlarga xizmatlar bo'lsa, nominal qoldiramiz. Xudo xolasa olgan odamga nasib etsin, yaxshi kun to'ylab olsin.